Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Lut alayhissalom. İbrahim alayhissalom Misrdan yo'lga chiqqanda o'g'il jiyani Lut alayhissalom uning bilan birga edi. Ular nurg'un chorva va pul mol bilan Misrdan Falastinga yetib bordi. Ular tushgan joy tor kelib, ular va chorvalar sig'mag'achqa Lut alayhissalom tog'isidan ayrilib Sadum shahriga keldi. Shu chaqda Sadum shahridagi aholi axloqi buzuq, hamma eskiliklarni qilib, dunyoda eng qabih kishilardan bo'lib qolgan edi. Ular yo'l to'sib bulongchilik qiladi. O'z hamrohlariga osiylik qiladi. Yo'ldan o'tgan har qanday odamni bo'sh qo'yib o'tmaydi. Ketayotgan odamni ko'rib qolsa, hammasi to'plashib kelib ularni bulab-talab qurg'udab qo'yadi. Bu kishilar har qanday odamning pandi nasihatlariga quloq solmaydi. Bu odamlar go'yo bir tup tug'ma lukchaklardek ta'tir yo'l tutib hadab eskiliklarni qiladi. Ular buning bilan qolmadi. Hatto sharmandalikda chekiga yetib, Alloh taolo yaratgan ayollarga yaqinlashmay, aksicha erlarga chiqilib bachchivozlik qiladi. Ular bundoq shumliq va ifloslikni agar xufiyan holda qilganda edi, ularning sesiq nomi olamga buncha pur ketmagan bo'ladi. Ammo ular nomus qilmasdan kishilarni o'zlari bilan moshundaq ifloslikni qilishga qutirtadi. Shunga bunda qabih qilmish bu yerda avji elib, baloya ofatga aylandi. Bu kishilar moshundaq qabih qiliqlar bilan ko'nib ketgachga, to'g'ri yo'ldan chatnab, tuyuq yo'lga tushib qoldi. Alloh taolo Lut alayhissalomga ularni yetaklab Allohga ishondirish va ularni yomonlikdan qo'l uzishga da'vat qilish to'g'risida bishorat berdi. Shuning bilan Lut alayhissalom xaloyiq oldida o'zining elchilik burchini jakoladi. Lekin ular anglab turib anglamaslikka soldi. Tavba qilib yomon niyatdan qaytmay, yanala heliqandak shumliq bilan shug'ullanaverdi. Ular tega Allohning elchisi Lut alayhissalom va uning himoyachilariga tahdid selib, ularni haydab chiqardiganligi ustida ochiqdan ochiq jar soldi. Lut alayhissalom bu odamlarning nasihatga quloq solmaganligini ko'rib, Alloh taolo gunoh qilganlarni jazolaydi deb ogohlantirdi. Lekin ogohlantirishmi ularga kor qilmadi. Aksicha burunqideklar eskilik qilaverdi. Ular tega Lut alayhissalomga ig'vogarchilik qilib, "Sen Allohning jazosini bizga patroq ko'rsat", dedi. Bu paskash mal'ullar ustidan g'alaba qilish uchun Lut alayhissalom Allohga iltijo qilib madad tiladi hamda ularga jazo berishni talab qildi. Chunki ular cheklanmasa, vaboga o'xshash hammaga yamraydi. Ularni xuddi yomon sifatlik o'smini kesib tashlagandek yo'qotish kerak edi. Alloh taolo Lut alayhissalomning talabini qabul ko'rib, uning orzusini amalga oshirdi. Alloh taolo bu mal'ullarni jazolash uchun Sadum shahriga farishtalarni avatdi. Farishtalar hammadan avval İbrahim alayhissalomning oilasiga keldi. İbrahim alayhissalom bu farishtalarni yo'lovchilarmikin deb qizg'in kutib oldi. Lekin farishtalar İbrahim alayhissalomning alayda tayyorlagan yemekliklarini yemedi. Bu hol İbrahim alayhissalomni gumonlantirdi. Farishtalar uningga "Sen g'am andish qilma", dedi. İbrahim alayhissalomning ko'ngli yanada tinmadi. Ulardan, "Hurmatli farishtalar, menga g'am andish qilma deganinglarning ma'nosi nima?" deb so'radi. Farishtalar, "Alloh taolo bizni Lut turgan joyga evatdi. Biz bo'lishiga askilik qilgan ashu mal'ullarni buyruq bo'yicha jazolaymiz. Ularning gunohi haddidan ish paymoni to'ldi. Tegishli jazoga tortiladigan vaqti bo'lib qoldi", dedi. İbrahim alayhissalom bakmo beoram bo'lib, farishtalar bilan munozirlashdi va ashu mal'unlarning mushu fursatda Allohga tavba istig'for aytib, yomon yo'ldan qaytib, gunohdan qo'l uzishi uchun farishtalardan ularni jazolashni kechiktirishni umid qildi. Shuning bilan birga İbrahim alayhissalom farishtalar ashu kishilarni jazolagan chaqda Lut alayhissalomga ziyon zahmat yetib qilishdan ansiraydi. Vaholanki Lut alayhissalomning ularning o'tkazgan gunohlari bilan qilcha aloqasi yo'q edi. Balki u ularga bakmi nafaratlanadi. Shunga Lut alayhissalom jazolanishga tegishli emas edi. Farishtalar İbrahim alayhissalomga "Sen g'am yema,
paylidan yanmaydigan bu qabih ablaqlar uchun musulli saloq qilma, Lotqa hech qanday ziyon zahmat yetmaydi. Uning xotinidan boshqa urug' tuqqanlarning hammasi qutuldirib elinadi. Chunki uning xotini ashu mal'ullar bilan bulg'inib ketdi. Shunga u cho'qim ashu mal'ullar bilan birga jazolanadi dedi. Farishtalar Ibrohim alayhissalomdan ayrilib, bir to'p qobil chechen yigitlar taqlidiga kirib Sadum shahriga keldi. Ular shahar darvozasiga yetib kelganda sug'i chiqqan bir qiz bilan uchrashib qoldi. Farishtalar qizning uyiga berib mehmon bo'lishni iltimos qildi. Qiz shu shahardagi mal'ullarning ularga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan va o'zining ularni qutuldirishga qurbati yetmaydiganligidan ansirgashga, dadisidan o'ttirg'i chiqib ularni qo'g'dashni talab qilish qaroriga keldi. Qiz ularga shahar darvozasida kutib turishni aytib, o'zi oilasiga qaytib berib, dadisiga: "Dada, shaharning sirtida bir qancha yigit sizni kutib turyotidi. Shahardagi hech kimmi ulardek undaq kelishgan emas. Men mal'ullarni bu ishdan xabar topsa, ularga ziyon zahmat yetkazib qo'yamdikin deb ansirayapman" dedi. Aslida bu odam Lot alayhissalom bo'lib, mushu qizning dadisi edi. Dada qizning bu gaplarini anglagandan keyin nihoyat tashvishlandi. Lot alayhissalom qizining qishig'iga yaqin kelib ahvolni tafsili surishtirdi va qiz bilan birga taqobil turish tadbirlarini maslahatlashdi. Shahardagi mal'ullar Lot alayhissalomning har qanday kishi bilan uchrashishiga ruxsat qilmaydi. Har qanday odamning uning oilasiga berib mehmon bo'lishiga ruxsat qilmaydi. Lot alayhissalom ularning buzg'unchiligiga qarshi turganlikdan ular uni dushmandek o'ch ko'radi. Shaharning sirtida kutib turayotgan yigitlarni oilasiga boshlab kelib mehmon qilishga bo'lamdi yo'q. Lot alayhissalom delg'ul bo'lib turib qoldi. U mehmonlarni oilasiga keltirmaslikka bahona topmoqchi yoki o'zining ahvolini tushuntirish orqali ularni bu yerdan darhol ketkazib o'tmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yana yigit degan boshqalarga yor yo'lakda bo'lishni xushalliq deb bilishi lozim deganni o'yladi-da, g'ipida shahar sirtiga chiqib, kishilarga to'ydirmay, ularni oilasiga boshlab kirmoqchi bo'ldi. Lot alayhissalom ostag'ini shahar darvozasiga kelib, yigitlar taqlididagi farishtalarni ko'rib, xushal oldi ularni oilasiga mehmon bo'lib berishga taklif qildi. Lot alayhissalom bularni oilasiga boshlab ketib etib, dakki-dukki bo'ladi. Shahardagi lo'kichaklarning buni bilib qilib chatoq chiqarishidan, o'zining tanha ularga har qancha qilib mutaqobil turolmasligidan ansiraydi. Lot alayhissalom lo'kichaklarning yosh yigitlarga ziyon zahmat yetkazishidan ansirsa-mu, lekin u farishtalarni yanada o'z oilasiga boshlab bordi. Boshqalarning bilib qilishidan ehtiyot qilib sirtqa qarta, bu ishning maxfiyatligini ching saqlagan bo'lsa-mu, Lot alayhissalomning xotini mal'ullar bilan birga bulg'inib ketgachga, uyiga mehmon kelganlarni mal'ullarga tizdan yetkazib qo'ydi. Mal'ullar bu ahvoldan xabar topgandan keyin darhol Lot alayhissalomning oilasiga kelishdi. Lot alayhissalom ularning askilik qildiganligini pamlab, ham cho'chidi, ham qo'rqdi. Ularga askilik qilmaslik to'g'risida nasihat qildi. Lekin bu bir to'p ashaddiy ablaqlar uning qilgan nasihatlariga zodili quloq solmadi. Lot alayhissalom ularni eshikdan kirgizmay talada qoldirdi. Or-nomusni bilmaydigan bu bir to'p mal'ullar yanala o'zlarining badqiliqlarini talbilik bilan davomlashtirmoqchi bo'ldi. Lot alayhissalom mal'ullarning bu qabih odatini o'zgartirish uchun ularni Alloh taolo yaratgan ayollarga yaqinlashishga yetaklamoqchi bo'ldi-da, yana ogohlantirib, davomli mushunda qilaversanglar jazolansizlar dedi. Lot alayhissalom qayta nasihat qilib, yetaklagan va ogohlantirgan bo'lsa-mu, ular yanala tavba qilish niyatida bo'lmadi. Ular mundaq deyishdi: "Ey Lot, sen bizda qizingga qanday muomala qilish huquqi borligini bilasan, lekin ayollarga bizning hojatimiz yo'q ekanligini obdan bilasan. Demak, bizning maqsadimiz sana ayon." Lot alayhissalom iloj qilolmay, oxir ishonchisini yo'qotdi. U mehmonlarni qutuldirib olish uchun mal'ullarga g'azablangan holda shundoq dedi: "Menda sizlarning qabih odatinglarni o'zgartgidek kuch-quvvat bo'lsa, yoki sizlarga taqobil turg'idek jamiyatim bo'lsa edi kashki. Lekin bu odamlarning ko'ziga hech nima ko'rinmadi. Ular Lot alayhissalom yetaklagan to'g'ri yo'lni nazarda tutmay, yomonlik, askilik qilish niyatidan yanmadi.
Lut alayhissalom intayin azoblandi va g'azablandi. U ulardan umidini butunlay uzdi. Bu mal'ullar Lut alayhissalomning oilasiga bostirib kirib, mehmonlarga etildi. Farishtalar bu ishlarning hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishdi. Ular Lut alayhissalomni ansizlikdan xoli qilish uchun o'zlarining salohiyatini oshkorlab mundoq dedi. Ey Lut, biz sening Rabbing avatgan elchilarmiz. Biz seni qutuldirish uchun kelgan. Bu mal'ullar bizga ziyon zahmat yetkazolmaydi. Aksicha o'zlari cho'qim mag'lub bo'ladi. Shahardagi mal'ullar farishtalarning bu gapini anglab qo'rqib, g'aldildab titrishib taraf-tarafga qaytishga boshladi. Lut alayhissalomning dili birdilla yo'rib ketdi. Shu asnoda farishtalar Lut alayhissalomning oila tavobatlarini elib kechilab bu yerdan chiqib ketishga buyurdi. Alloh taolo Lut alayhissalomni g'am qayg'udan xalos qilib, uningga kuch-quvvat ato qildi. Uning mal'ullar ustidan g'alaba qilishga yordam berdi. Bu chaqda farishtalar uningga Allohning bu shahardagi mal'ullarni jazolashga ijozat berganligi, uning bu yerdan chiqib ketishda xotinni olmay chiqib ketishi lozimligi va uning xotinning ashu mal'ullar bilan birga bo'lg'ashqa o'xshashli jazolanganligini aytdi. Lut alayhissalom oila tavobatlari bilan birga Sadum shahridan ketdi. Ular shahardan yiroqlashganda Alloh taolo mal'ullarni jazolashga boshladi. Dastlabda yer tavrab butkul shahar dumko'mirilib ketdi. Ondan osmondan tosh va yomg'ir yig'ib hammani to'p-to'z qilyapti. Buningda albatta bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sura Shuara 174-oyat. Diqqat berganingizga rahmat.